Ko'zingizdagi boqishlarni yechib tashlang. Men bu ikki begona taxminan 30 metr balandlikda ushlab turibman. Agar biz yuqorida ketma-ket 30 kun davomida omon qolsak, ular $2 million uchadi. O'zingizlar tanishtiringlar. Salom, men Alisaman. Salom, Angusman. Balandlikdan qo'rqasizlarmi? Albatta. Rostini aytsam, umuman yo'q. Hozir yuragim qattiq uryapti. Menimcha bu o'z-o'zidan afshan. Sizlardan birilar yiqilsanglar albatta mag'lub bo'ladi. Men yerga tushyapman, sizlarda bo'lsa yiqilgan hech narsasiz qoladi. O'lim. Men bu haqda har kun o'ylayman. 1-soat. Har bir sandiq ichida 30 kun davomida omon qolishingiz uchun kerak bo'lgan hamma narsa bor. Fikr qil, agar yostiging tushib ketsa, senda yostiq bo'lmaydi. Bunday bo'lmaydi. Bunday emas. Biz iloji boricha bir-biriga qarshi ishdagi odamlarni oldik. Men qurilishda ishlayman. U qurilishda ishlaydi. Bu esa Britaniyadagi eng mashhur teleserial yulduzi. Shunday. Rostdanmi? Ha, shunday. Bilasanmi, menimcha bir-birimizga qarshimiz. Ular hali qanchalik qiyin bo'lishini bilishmaydi. Yo'q. Ulardan biri g'alaba qozonadimi? Chodirni tashla. Rostdanmi? Seni bilmayman, lekin men chodirni ekishga tayyorman deb o'ylamayman. Chunki shamol bor. Voy, bu yer juda kichik. Biz osmonda lager qilyapmiz. Bu qiyin bo'ladi. Ular tasavvur qilgandan ham qiyinroq bo'ladi, chunki bu boshqacha video. Ulardan biri chiqsa ham video tugamaydi. Boshqacha bo'ladi. U $1 million chorak qismini bo'lish o'rniga hammasini o'ziga oladi. Ular sherigini yo'qotganligi uchun rag'batlanadi. O'ylaymanki 2 soat uxladim. Juda sovuq edi. Siz osmonda yashayotganingizda har xil ob-havolarga duch kelasiz. Har qanday holatda bu faqat 2 kun va bizda paltolar kerak, bu yomon. Biz chayqalyapmiz. Biroz shamol. Lekin shamol faqat boshlanishi edi. Tasavvur qil, men hozir seni itarib yuborsam. Jahlim chiqardi, men buni hozir aytaman. Uf, Hozir bu yerda qulay bo'lish qiyin. albatta. Kecha ob-havo juda yomon bo'ldi. Kecha yomg'ir yog'di. Hamma narsa nam. Hoy, sen uxladingmi? Yo'q, haqiqatan ham. Men yaxshi uxladim. Alisa tez moslashyapti. Men chodirimni ovqatlanish paytida tayyorlayapman. Tovuqli burrito hayajonli. Angus esa chodirda qiynalyapman. Men unda yotishni xohlamayman. Bu yer juda yomon, rostdan. Bir muddat yomg'ir yog'maydi deb umid qilaman. Yo Xudo. Xudoyim. Jamol hozir to'liq chodirimda. Bizning chodirlar chekadi. Bu yoqimli. Bu kulgili. Yomg'ir davom etdi. Men 24 soat yomg'ir yog'ishidan qo'rqaman. Tun bo'yi yomg'ir yog'di. Yarim tun lekin yomg'ir yog'yapti. Angus uxlash o'rniga aylanib yuribdi. Chunki u chodiridan nafratlanadi. Men uxlay olmayapman, chodirim ho'l. Men o'zimni tashlamoqchi ham bo'ldim. Xo'sh, bu bizning chodirimizsiz. Yagona boshpana oladigan joy. Chunki hamma narsa ochiq va oshkora. Tom ma'noda hojatxona. Men hojatxonadan. U hojatxonada, men esa qorovulman. Bu juda yaxshi. Quyoshli. Menimcha birinchi marta. Ko'zlarimni quyoshdan himoya qilishim kerak edi. Bugun 5-kun. Qalaysizlar, 5 kun qanday o'tdi? Bu qo'pol bo'ldi. Yomg'ir juda ham ko'p yog'di. Bizning chodirlarimiz nam bo'ldi. Biz esa u yerda yashirindik. Bu bizning boshpanamiz. Mana bu chodirlar haqida nima deysiz? Menga yoqadi. Men buni biroz qulay deb bilaman. Ajoyib-ku. U biroz tor, u nam, juda sovuq. Menga chodir yoqadi, bu yoqimli. Ishonchliroq chodirni istaysizmi? Albatta. Men chodirimni yaxshi ko'raman, bu yaxshi. Men yangi chodir xohlayman. Ko'taring. Voy, xudoyim. To'xtating. Ha, albatta. Yaxshi. Menimcha bu yerdan ancha yaxshi. Bilganingizdek 25 fut uzoqlikda yangi chodirlar bor. Bu chodirlar ancha yaxshi. Va albatta yostiqlari ham bor. Voy, Bu to'shak quruq va qulay. yaxshi fikrimni o'zgartirdim. Menga yoqdi. Chodirni qarang. Agar siz yotsangiz, ular yerdan teplashganini sezasiz va issiqlikni saqlaydi. Men baland bo'lishni yoqtiraman. Ularning yostiqlari va ko'rpalari bor. Ularga yomg'ir ta'sir qilmaydi. Ular chiroyli. Gaplarimni qaytib olim. Chodirlar tepasidagi ikkita nishonni ko'ryapsizmi? Mana sizlarga o'shadan tennis to'pi. Ikkalangiz ham bir maqsadga erishishingiz kerak. Agar ikkalar shunday qilsanglar, sizlar yangi chodirni qo'lga kiritasizlar. Agar sizlardan biringiz tekiza olmasangiz, nafaqat chodirlar yo'qotiladi. Biz nimani yo'qotamiz? Bu platformadan shu joyni olib tashlayman. Butun platformadan to'rtdan biri yo'qoladi. Chiziqda ko'p narsalar bor-ku. Bu butun pol shu yerda. Agar bittangiz tekiza olmasangiz, bu yo'q bo'ladi.
Shuning uchun ikkalamiz kamida bitta urush teplashimiz kerak. Ikki kalamiz ham ichkari kirishimiz kerak. Chodirlarchi. Voy, bu menga mos keladi. Bo'yim bilan bir xil. Bu sal-pal yaqinroq. Nima? Sen bu tekidim deb o'ylaysanmi? Birinchisini otib olay, keyin bilaman. Men ham. Masofa uzoq, hamma mas'uliyat sening bo'yningda. Agar ikkalangiz ham sog'insangiz sakrang. Men videoni tugataman. Oh, men juda asabiylashib. O'tkinchi, bu yerda shamol yo'q. Yo'qmi, mutlaqo yo'q. Shamolni his qilyapman. Mayli, men urinib ko'raman. Men uni tashlayman. Hali olg'a, men sovqotyapman. Nega kutayotganim bilmayman. Ha ha ha. Xudoyim, birinchisida yo'qda edi. Seni eplading. Zo'rg'a Ha eplading. ha ha. Shundan keyin endi hamma mas'uliyat sening bo'yningda. Siz endi tekizmasangiz bo'lmaydi. Bu aqldan ozgan. Sizda 3 ta imkon bor. Siring nimada? Buni o'ylamang va Mayli, u birinchisida qila oladimi? Omad tilayman. Voy, u o'tkazib yubordi. yo'q. Alisa, kechirasan agar eplay Men olmasam. 2 kuni ketishim kerakligini bilardim. Men buni eplay olmayman. Qani menga yordam ber. Agar u ishdan ketganda edi, faqat bitta maqsad bo'lardi. Voy, yo'q. Yo'q. Endi bitta to'p qoldi. Qo'ysang-chi, Angus, shoshilma. U otishdan oldin men ma'ruza qilaman. Xo'p, ishoning. Chunki qilmasangiz, yana eski chodirlarda yotamiz va gaplaringizga quloq solmayman. Hattoki chodirlar emas, yeringiz ham qisqaradi. Biz tom ma'noda u sog'inib qolganda platformani qisqartiramiz. Siz qayerda bo'lsangiz yiqilasiz. Yo'q, xudoyim. Maqsadga erishish uchun kerak bo'lgan narsa shu. Voy, bu sizning 30 yillik farqingiz va ketish. Haqiqatan ham uni tushunlikka tushirasizmi? Do'stim, bu platforma aqldan ozgandek ximirlaydi. Xo'p. Yo'q, xudoyim, nega? Men ishonmayman. Do'stim, bu yurakni ezadi. Men juda afsusdaman. Yo'q. Yo'q. Uzr, hamma bosim menga tushgandi. Bo'lishi mumkin emas. Ko'proq beysbol o'ynash kerak edi. Ha ha. Men ishonmayman. Voy xudoyim. Hey, Chandler, Nolan, uni tarib yuboring. Chodirlar bilan xayrlashing. Yo'q. Bu o'yinni o'zgartirgan bo'lardi. Ha, bo'ladi. Ular hali ham qulay ko'rinadi. Lekin bu hali hammasi emas. Katta umidsizlik. Mana birinchi plikka. Endi yo'q bo'ladi. Yo'q. Keling, davom etaylik. Bu qo'pol bo'ldi. Umid qilamanki 10 kun yaxshiroq bo'ladi. Ha, biz uchun 10-kunni buzmang. Ularning platformasida 4dan 1 qismi yo'q. Angus va Alisa kichiklashan platformaning farqlarini sezishdi.